Men buni tik berish kerak edi xullas. Yo'q, ayni. Bizni tanishmiz ham. Tanishmiz-ku. Kursdoshman. Qaysi kursdoshim? Sunnat. Yo'q. Ha? Kursdoshman-ku. Shunchalik kibrga berilib ketdingmi? Yo, endi odamzod shunaqa ekanda nima qilamiz? Unchalik bo'lish kerak emas-ku. Pul-mul anaqa qilgandan keyin tanish bo'lsa endi uyga olib borib bera qol, dastavka qilib. Keta qol undan ko'ra. Boshqa joyda tiktira qolgin. Yo, unaqa boshqa joyda tiktirib, boshqa unaqa tema bo'lish kerak emas-ku. Misol uchun o'zing qilib yurgan ishing. To'g'ri, qilib berishga qilib beraveraman. Unaqa kibrga berilib yoqib olganmaganda. Yo, to'g'ri, kibr unaqa bo'lish kerak, lekin misol uchun qilib bergan ishing-ku. Qilib berishga qilib beraveraman, narxi to'g'ri kelsa bo'ldi. Farqi yo'q, nechi pul? 100 ming bo'ladi. Bo'ldi. Erta yana qilamiz. Uyga olib borib bera qol, dastavka qilib. Boshqa qiladigan ishim yo'q. Yo'q, boshqa qiladigan ish yo'q, faqat shu dastavka. Olib chiqib keta qolgan, undan ko'ra. Ko'rdingmi? Bir paytda o'zimni kursdoshim bo'lardi, og'aynim bo'lardi. Birga bitta bo'lishgani bo'lib yerdik. Kibrlanib ketibdi. Ertasidan ham kibrlanib ketsang, bizani esdan chiqarsan. Bu safar 8-martga ayolimga yaxshi sovg'a ololmadim, sababi xarajatlarimiz sal ko'payib qolganligi sababli pulim yo'q edi. Baxt oddiylikda deb yaxshi sovg'a xarid qildim baribir ham. Dubayskiy shokolad va 101 ta atirgul hozir berib ko'ramiz ayolimga. Xursand bo'larmikan? Agar meni yaxshi ko'rsa xursand bo'laradi shu narsaligini deb o'ylayman. Dinar menga sovg'a. Bruz bitta atirgul. Dubayskiy shokolad. Rahmat. Xursand bo'ldingmi? Kattakon bo'lsam. Dubayskiy ko'rdingmi? Dubayskiy yozib. O'zim yozdim men buni. Dubayskiy deb. Bu bruz bitta bola. Atirgul. 101. Rahmat katta. Dubayskiy ko'p bo'lsam. Rahmat. Yaxshimi yo geliga olib beraymi? Geli kerakmas. Oldingmi? Mana yaxshi ko'radi. Oddiy narsalar bilan ham xursand qilsa bo'ladi ayol kishini. Sovg'a bermagan erkaklar bo'lsa bugun 8-mart ayoliga. Endi bayram uchun emas, biroz tak bersanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa mandagi оформление qilsanglar bo'ladi. Xursand bo'ladi. Ko'chada yotaman bugun. Ko'chada joy qilib qo'yding. Hazırlaştık zaten. Shunaqa gaplar qizlar 14-fevralga yetim podarka bermadi. Bas, hech nima bermadimi? Bayramda hech nima bermaydimi? O'zi tushunmayman, borib biram suv mashigiding nimasi yoqadi, nimasi bilan gaplashasan? Tushunmaysizlar qizlar, menga Shoh akamni ovozlari yoqadi. Такой мужественный, дерзкий ovozlari bor. Eshitib ko'rasizlarmi qizlar? Qani, qilcha hozir qilaman. Eshitinglar. Allo. Allo, assalomu alaykum Shoh aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nimaga? Tinchlikmi? Yo'q, tinchlik Shoh aka, ovozingizni eshitish uchun qiluvdim. Xalva telefon qilib yuboraman. Xayr. Ko'rdinglarmi? Voy, senga shunaqa ovozli yoqadi. Menga nabarot такой o'zimga o'xshagan niyat ovozli yoqadi. Eshitdingmi? Eshittirchi. Qatta qildiringiz, bu dешевкий french hozir men sizga qilib qo'yaman. Офигеть qilasiz. Hozir bir marta. Alo, jon. Hozir tirnog'ingga nimadir bo'ldimi? Tirnoqlarim joyida. Jon, o'zim qilib boraman, xo'p? Целую, пока. Xo'p. Nima deyotganding? French zo'rini men qilaman faqat. Ko'rdinglarmi? Ajoyib. Fu, nima ovoz bu? Men hozir sallaga haqiqiy erkak ovozini qo'yib beraman. Eshitasizlar hozir. Allo. Allo, jonim, yaxshimisiz? Ha, rahmat. O'zing yaxshimisan? Nima gap? Yo'q, tinch hayotim. Просто sizni sog'indim deb ovozingizni eshitgim keldi. Bo'ldim, shu ovozimni eshitmoqchimiding? Qizlar bilan o'tirdim, jon. Hozir qilaman o'zim, ha? Bo'pti, davay gaplashamiz. Eshitdilaringmi? Haqiqiy erkak ovozi bu. Yo'q, oddiy ovoz-ku. Oddiy ovoz? Nima? Nima?
Srochno menga original ovozingizni tashlab yuboring. Bo'pti, hozir tashlab yuboraman. Xo'p. Mana 5 million penidan tushdi. Original ovozlari bu. Voy, haqiqiy janob bo'lsin. Sen telefon qilmaysanmi? Может, kerak emasdir qizlar? Ish parod qilmasinlar-da. oltmishlarni ko'p ketyapti mana yoqda. Ali. Nima bobo? Iltimos, sizlarga qilmaydi.